Bu haqiqatlarni anglab yetishimga anchagina vaqt ketdi. Senga esa bularni 60 soniyada tushuntirib beraman. 15 yoshimda Buxorodan Toshkentga kelib, mustaqil yashashni boshladim. Litseyda o'qidim, mo'ykada ishladim. Ko'pchilik bo'lib yotoqxona, ijara uylarda turdim va o'sha davrda hayotning haqiqatlarini angladim. Eshit. 15-18 yoshingda dunyoni san bilan umuman ishi yo'qdek tuyuladi. Xafa bo'lmagin-u, aslida ham shunday. Hozircha sen hech kimsan. Sen o'zingni o'zing ko'tarishing kerak. Hech kim oldinga kelib tayyor yutuqlarni qo'lingga tutqazmaydi. Buni kutma. Odamlarga nima xohlashing emas, qo'lingdan nima ish kelishi qiziq. Kimligingni mehnating, intilishing, qat'iyatliging bilan ko'rsata olasan. Bu dunyoda o'zingdan boshqa seni hech kim qutqara olmaydi. Omad emas, tartib, intizom. Xayol emas, hayotga real qarash bilan maqsadga erishasan. Duo qil.